O'zi uyimiz juda go'zal ekan, kamiga Namangan logotip yanada uyimizga yarashib turibdi. Navoiy ko'chasida joylashgan ushbu kvartiramizni xohlasangiz naqdga sotib olishingiz mumkin yoki 35 ming atrofida pulingiz bo'lsa, variant qiladigan, kelishadigan joyi bor ekan. Hozir batafsil ma'lumotlarni aytib o'taman, undan oldin manzilga kelsak. Alisher Navoiy ko'chasi, Safiyan tepasidagi domda, ya'ni 9 qavatli dom 9-qavatda joylashgan kvartiramiz endilikda sotuvda. Kvartiramizda liftdan umuman muammo yo'q. Eshiklarni ham yangi temir eshiklarga almashtirib qo'yishgan ekan. Eshikdan kirganimizda mana bu tomonimizda alohida shkaflarni o'rnatib qo'yishibdi. Kamiga pastki qismlarga oyoq kiyimlarni bemalol sig'dirsangiz bo'ladi. Batareya registrarini ham yaxshi o'rnatishgan ekan. Bu studiya formatidagi birinchi mehmonxonamiz. Ko'rib turibsiz, birinchi xonamiz qanchalik kattaligini atayin ochib yorishibdi. Uyimiz yanada ko'rkam ko'rsatish uchun. Mebellar ham hammasi buyurtma asosida mana shu joyga moslab tayyorlangan ekan. Mana bu jalyuzilarni ham juda yaxshi o'rnatishibdi. Kamiga buni alohida balkoni ham bor. Chiroqlarga ahamiyat bergan bo'lsangiz, insonni dam olib turadigan qilib tanlab ketishgan ekan. Navbatdagi ko'radigan qismimiz bu uyimizning oshxonasi, oshxona jihozlari va barcha texnikalar o'z o'rnida qoladi. Hammasi yangi, hali hech kim bu yerda yashamagan. Xonadonimiz 62 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi, 2 xonalik hisoblanadi. Navbatdagi qismimizga bu yerdan o'tib boramiz. Umuman olganda gaz, suv, svet kanalizatsiyadan muammo yo'q. Bu esa uyimizning umumiy sanuzeli. Sanuzelimizda ham barcha sharoitlar mavjud ekan. Endi yotoqxonamiz sizga ko'rsatib o'tay. Yotoqxonamiz endi alohida tema bo'libdi. Bu tomonimiz MDF dan chiroyli ishlashgan bo'lsa, mana bu tomonimizga attachmentidan foydalanishibdi. Birralarni ham ajoyib o'rnatishibdi. Umuman olganda dizayni yoqdi. Matrasini qo'shmagan ekan, sababi ortopedический yoqadi, kimgadir anatomический o'zingizga moslab olaverasiz. Bu tomonimizda kattakon garderobimiz ham ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Kiyimlar ilish uchun alohida, qo'shimcha kiyimlar qilish uchun alohida polkalarga ega. Bo'ynadigan qism hamda televizorni ham umuman esdan chiqarib qo'yishmagan. Xonadonimizning narxi 56 ming dollar, 35 ming puli borga kelishadigan joyi bor ekan. Qolganini o'zlari bilan kelishib olasiz. Pastdagi telefon nomerini qoldiraman, bog'lanib ushbu kvartirani sotib olsangiz bo'ladi.